Alo. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr so'rayman, kech bo'lganda bezovta qilyapman. Sayyora Mo'minova bo'lasizmi? Ha, shunaqa. Ertangi Turkiya reysi bo'yicha sizga aloqaga chiqyotgandik. Aha. Ertangi xudo xolasa Turkiyaga uchib ketasizlar. Anaqa necha kishi bo'lasizlar sizlar? Biza 2 kishi o'g'lim bilan. O'g'lingiz bilan. Demak, qarang, nechida yozilgan edi sizlarda reys raqami, vaqti? Hozir biletga qaraymiz. Aha. Bileting, ryukzakingdan bileting ol. Biletga qara, telefoningda ham bor-ku. 955 ta uchamizda. 955 ta bo'lsa, qarang, ertaga sal reysimiz kechiktirilyapti. O'g'lingiz отдельно, siz отдельно uchadigan bo'lasizlar. Voy, nimaga? Chunki hozir bilasiz, hozir sal nimada aeroportlarda ozgina qisqacha anaqalar bo'lib o'tyapti. O'shanga o'g'il bolalar отдельно, qiz bolalar отдельно uchirsin deyishayotgan ekan. Chunki bitta bola o'shanda ozgina bekitib og'zidan nos solib chiqqan ekan, anaqada samolyotda ko'yni ko'tarilib, hamma yo'lga noslarni tuplab anaqa qilib, bitiktasini ko'ziga kirib ketgan ekan, jalba qilib, yo'q ketmasin, ayollar отдельно, erkaklar отдельно ketsin deb hozir muammo bo'lib yotibdi-da. Sayyora opa. Boshqa Nimaga endi nos tuflabdimi? Endi shunaqa deb yetishdi menga. Mana bort ichida bo'lmaganmiz biz. Bizga shu lyotchiklarimiz yetishdi. Maydan osti olib kimdir ham ko'ziga tuplagan, u ko'zi ko'rmay qolgan, oynani sindirmoqchi bo'lgan, qanaqadir ham miyasiga anaqa qilib, o'shaning uchun o'g'lingiz ismlari adasmasam Shuhratbek a? Shuhrat, ha? Ha, Shuhratbek. Ularga ham aloqaga telefon qilsak, oyim bilan gaplashing deb aytdilar. Ertaga agar ketadigan bo'lsak ham, Shuhrat o'zi bilan 6 baklashga nos olib bormoqchiman deydi-da. Nosni nima qiladi Turkiyada? Voy, qaysi Shuhrat, siz umuman adashdingiz. Yo'q, hech qanaqa nos olib ketmaymiz biza. Yo'q, siz olib ketmaysiz. O'g'lingiz olib ketaman, jo'ralarim bor, beraman shunga debdi. Sayyora Mo'minovasiz mana misol uchun. Ertaga Shuhrat. Hozir to'xtang, Shuhrat. Sen nos olib ketaman dedingmi? Yo'q, qayerda olib ketasan? Qani hamma chamadonlar yopildi. Qayerga olib ketmoqchisan nosni? bormi nos? Bormi nos? qarang, agar Shuhratjon nosni olib ketmoqchi bo'lsangiz ham, nosni olib labingizni tagida 6 dona olib ketishingiz mumkin, xolos. Yo'q, hech qanaqa nos olmaydi. Yo'q, men hozir musirga tashlayman nosni. Hech qanaqa nos olmaydi. Bizni bozorchadan nimada aeroport oldida qimmat nosimiz bor ekan, shundan $200 nos olgan ekan. Shunga chegirma bilan biz o'zimiz ozgina qo'shib berdik ularga. Shuhrat? Qanaqa nos olding sen? Yo'q, qayerga hozir nos oladigan yo'q, nos olib ketmaymiz biza, yo'q. Demak, qarang, nos olib ketmaydigan bo'lsangiz, o'zingiz bilan iltimos bittadan qazi olib olishingiz kerak, chunki Turkiyada sal sovuqroq bo'lyapti. Qazini yeb ketishingiz iltimos qilinadi. Qazi olishimiz kerak? Ha, qazi olishingiz kerak. Endi o'zi kech bo'ldi-ku o'zi. Yo'q, o'zimizda aeroportda sotilyapti qazilar nima qilingan. 100 grammi $120 dan sotilyapti. Qimmatlab ketgan hozirda, opajon. Yo'q, bizga qazi shart emas. Demak, Shuhrat o'g'lingiz ham nos-bos olib o'tmaydi, a? Yo'q, hech qanaqa nos olib o'tmaydi. O'zi $200 ga sotib olib bo'ldingmi sen? Qayerga sonasan nosni? Nima sen bir og'iz menga? Yo'q, nos olmaymiz biz. Mayli $200 ga kuyib qolsin. Nos olmaymiz. Nos soladigan joyi yo'q, chunki men nosdan xabarim ham yo'q, gapni ochig'i. Shu vaqtgacha. Prosta bizda $300 narsani skidka qilib ularga $200 ga berganmiz. Noslarni olib o'zlari paypog'imga solib ketaman, oyog'imga boylab ketaman, sko'chlab deb aytganlar-da. Shunda so'rab ko'ring, agar olib o'tmayman deydigan bo'lsalar, mayli pullarni ham qaytarib beraman. Chunki u yerda nos chekmoqchi bo'lgan odam, bizga ham odamlarimiz bor edi. Ozgina ularga ham beraman dedilar-da bular, Shuhratjon o'g'lingiz. Qanaqangi nos? Hech qanaqa nos yo'q bizga. Bo'pti, bo'lmasam, qarang,
Opajon, Shuhratjon o'g'lingizni nomidan bo'ldi. Bu hazil prank bo'ldi. Iloyim parvozinglar bexatar bo'lsin. Bu Instagramdagi sher pozitiv, ikki xil o'g'il bolacha ovoz qiladigan Shuhratjon o'g'lingiz onam bilan bir hazillashing degani uchun telefon qilyapmiz, opajon. Menga nima kerak hazil shu vaqt? Shuhratjon, o'zingizdan gapirib qo'ying. Nima unaqa qilasan, Aka, katta rahmat qo'ng'iroq uchun. Bo'ldi, gaplashamiz, Shuhratjon. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi yetib ol, nos olib ketmang, xo'p. Yo'q, aka, chakmayman. Joni sog' bo'lsin, xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p.